Kavudum içimlik çıkaramazsın. Şu Aksu'nun nemisi dağınlık bana bir eşit bakarsan. Aksu'nun nemisi dağınlık. Şu Aksu'daki en dağınlık dersinde kavudum içimlik çıkaramazsın. Ay kızım. Ben sen Rasmus kavulken bu bırakma. Ay peyzemez mi kendini? Ya acayip peyzgacım ama kavu bakalım lan. İşte. O bu kızıq ben Aksu'ya gelip nemini bayqadım degan chaqda oy taraqqiyot bek zo'r ekan. Hani kavudun ichimlik chiqaribsizlar. Tamig'i shunda payz bo'libdi. Hani kavmanti yegandagilar. Lekin kavmandan bazır bilen bu ya. lekin qiziq bo'libdi. Puluk da Ha ya. kav puluk degan pishir. Aksu'dagilar bayoq ketgan ondan Rasmus peyz çıktı güne. qiziq dehshat kavu gazliq ichimligi deb ko'rib haqiqatan bir xil qiziqarli tuyulib tattoqman filmda. Bir ta jo'rkonlar mesab 6 raqam yo'llab qo'ysanglar, lekin kavmanti chiqardiganlar dahshat shirkatining lobini tilakitaman. Lekin peyzimga haqiqatan bir kav yeganligan jo'kaman bu. Lekin gazliq Olman degandagi bo'lganmanimiz bir nechta. Lekin ana bundan keyin taraqqiyotimiz bo'shda zo'r bo'lib qo'yib qolsa, shikrdimi nima to'la ichimlik bor. Endi taraqqiyot bo'shda yaxshi o'g'in yaxshi shunama. Kav pul o'katgadak Aqsu'dagilarga asli xush xabar ekan bu. Men endi cho'nglar nima ag'ash kelsa Aqsu'dan deyotadi. Kavga ko'tarib yurishni o'rni yo'q deb o'sha ichimlikni ko'tarib olsam bo'g'ida ekan. Bir tajribalarimiz qoldirib